Qiyin qistab. Kommunizmning haqiqiy aqdi bashrasini ichib beradigan Urumchidagi 21 yillik turma hayoti. Qiyin qistab. 4-qism. Men dadam bilan ko'rishmoqchi bo'lib, dadamni bir daraxtning soyasi ostidan topdim. Dadam mening uning yeniga kelayotganimni ko'rib qo'rqib ketdi. Chunki dadam bolalarining kommunist Xitoylar tarafidan bulg'unib, hatto meni o'ldirdi deb o'ylaydi. Bir dada qandoq qilib o'z bolalaridan shunday qo'rqadigan ahvolga kelib qoldi. Ey Allohim. Dadamning shu kuni menga qargan ansiz qarashlarini hargiz unutay olmayman. Bechora dadamning chiroyi tadirib, men tasavvur qila olmaydigan holda qo'rqinchda edi. Dadam joyida o'ltirgan peti ko'zlari chiqib ketay degandek ansirash bilan qarab menga gap qildi. Jon bolam, bizni mushincholar ig'ir ahvolga akelganlar ikki dunyo xor bo'lsin. Menimcha sen meni o'ldirish uchun bu yerga kelding. To'xta o'g'lim. Agar haqiqatan meni o'ldirmoqchi bo'lsang, tahorat edib 2 rakat namoz o'qib olay. Onda meni o'ldirgin. Kichkimda bir hikoya o'qigan edim. Bir bola dadasiga sizni o'ldirmayman deb dorga elib beribdi. Dadasi balasiga aytib, to'xta o'g'lim. Agar rostilla meni o'ldirmoqchi bo'lsang, 2 rakat namoz o'qilay. Men namozni tugatib, o'ng tarafimga salom berib bo'lib, so'l tarafimga salom berganimdan keyin, ondan meni o'ldirgin debdi. Balasimo dadasining talabiga binoan ma'qul bo'lib kutib turibdi. Dadasining namozi tugaganda, dadasining degani bo'yicha so'l tarafiga salom berganida uni o'ldiribdi. Dadam bu hikoyani aytayotganda ko'zlaridan yoshlar taramlab oqatdi. Dadamning gaplarini anglab hayronligimdan turib qoldim. Dadamni bundoq o'ylashga nima majbur qildi, bilmadim. Bularni o'ylab yuragim pora-pora bo'lib og'riyotganligini his qilgan edim. Men dadamning yeniga yaqinlashgan edim. Dadam menga yolvorishga boshladi. To'xta bolam. O'z dadangning qotili bo'lma. Jenim o'g'lim, men seni meni o'ldirdi deb baqmagan. Ham uning uchunmi o'qitmadim, dedi. Dadamning bu holidan ko'zlarimdan yoshlar eqishga boshladi. Siz nimalarni da'vatsiz dada? Men sizni qandoqmi o'ldirman? Tezda dadamning yeniga berib, bu yo'llarga esildim va ovoz chiqarib yig'lashga boshladim. Men sizni o'ldiramdim dada. Nimishqa bundoq o'ylaysiz? Degach, dadamni chin quchoqlab xuddi kichik boladek hiq tortib yig'lashga boshladim. Ular bizni oldi dedi dada. Biz ularga aldandik. Bizni ular to'zoqqa tushirdi. Ammo endi ansirmang dada. Meni kechiring dada, dedim. Biz bir qancha minut shundoq bir-birimizni quchoqlab yig'lashdik. Dadam meni chin quchoqlab yuqori ovozda yig'layotdi. O'g'lim, ko'zimning nuri, bir qancha yillardan buyon shu gaplaringni anglash uchun qanchalik talmurgunimni bilmaysan. Men o'lmasda shu gaplaringni menga anglatding. Botur yigitim. Endi o'lsam armonim yo'q. Seni haqqa qaytirgan Allohga cheksiz hamdlar bo'lsin. Dadam chiroyimga qanmay qarab, manzimga suyib yig'lar edi. Bütün xo'shalliqi chiroyiga chiqqan dadam, demak haqiqiy uyg'onding bolam. Ularga aldanganingni tushunib yetding, deb qayta so'rayotdi. Men bo'lsam, nihoyat teliqib yig'laganimdan javob berolmay qoldim. Dadam to'xtamay yuz ko'zlarimga suyib meni puraydi. Bolam, puroqlaringni seg'ingan edim. Hech o'zgarmay shu peti turibsan. Mening his qilishimcha bugun dadamning beshig'iga baxt qushi qo'ngan edi. Chunki nihoyat echinishli kunlar tugab, orzu qilgan ishi amalga oshgan edi. Dadamning ko'zlaridan bular chiqib turardi. Biz bu yerda bir-birimizni quchoqlaganimizcha bir vaqtgacha yig'lashdik. Bir necha oydan buyonqi ich siqilishimni hech kimdan qo'rqmay dadamga to'kib olgan edim. Shu topda menda birarsi josuslik qilib qo'yarmi deydigan shubhi yoki qo'rqinishmi yo'q edi. İnsanın öz düşüncelerini birisiga qo'rqmay deb berishimi cho'ng bir ne'mat ekan.
Biroq bu ne'matlarning qadrini shu ahvolga uchrashmaganlarning bilishi notayin. Men dadam bilan qanchalik vaqt yig'lashganimni bilmayman. Keyin biz bir toshning ustida o'tirdik. Balalik vaqtlarimdagidek beshimni dadamning tizig'iga qo'ymoqchi bo'ldim. Ondan dadamning yuziga qarab yig'lagan edim. Jinim dada, balalik vaqtimdagidek tizingizni beshimda qo'ymoqchiman. Necha yillardan beri sizning mehringizga to'ymagan qalbim echib qolib ketdi, dedim. Beshimni dadamning tizig'iga qo'yganimda inson balasi uchun eng chong baxtning biri mushu ekanligini his qildim. Shu topda beshim dunyodagi eng bexatar va to'liq ishonchlik yerda edi. Lekin ömür bo'yi shu tuyg'uni qayta his qilmadim. Kashki dunyo yoshlariga bularni bildiralisa. Dadamga bo'lgan ishlarning hammani aytib berdim. Daraxtning tubida bir-birimizga qarashib o'tirib suhbatlashdik. Bu suhbatning lazzati boshqacha edi. U lazzatni tetib boqmaganlar bilmaydi. Azroq vaqt o'tgandan keyin keynimizdagi o'rmonlar orasida oq palto kiyib olgan bir kishining turg'unini ko'rib qoldim. Shuning bilan uning kimligini bilish uchun o'rnimdan turib, uning yeniga bormoqchi bo'lib mong'an edim. U mening ko'rib darhol qochish uchun keyniga o'yrilib yugurishga boshladi. Men uningga azroq yaqinlashganda uning orqasidan ko'rib uni tunidim. U dal mening akam turg'un ekan. U bizning uy tarafga qarab yugurib ketayotgan edi. Men uningga ergishib uyga bordim. U uyga kelib so'pining ustida o'tirib kitob o'qiyotgan ekan. Men asta uning yeniga borgan edim. U menga nafrat bilan qaradi. Shundaqdimi men uningga yeniga berib, udilida o'tirdim va "Demak sen bizni kuzatding?" deb so'radim. U hech qanday javob qaytarmadi. Uningdan ansirashga boshladim. "Gap qilsang-chi turg'un, bizni nimishqa kuzatding?" U hech narsadan xabari yo'q odamdek. "Qanday kuzatish u? Men hech kimni kuzatmadi", dedi. Men uning yolg'on gap qilyapsan. Seni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bizning orqamizda turganligingni ko'rdim. Ammo u bor kuchi bilan inkor qiladi. Ikkimiz talashaverib oxiri u tan oldi. "Ha, bo'lguncha it bilan birga bo'lishingni o'ylagan edim", dedi. Uningga yig'lab yolvurdim. "Tushunsan-chu aka, biz ularga aldandik. Biz xatolashdik. Bizni ular o'zlariga qurbon qilishdi. Din deyishib haqiqiy dinning o'rniga o'zlari xohlagan dinni akilishdi. Vatan dedik, vatanimizni qo'limizdan elishdi. Hatto bizni o'z millatimizga dushman qildi. Dadamizdan, onamizdan ayirib etdi. Atrofimga bir qara turg'un", dedim. Yuzimga nafrat bilan bir qarab etgandan keyin menga haqoratlarni yog'dirishga boshladi. "Yaramas xoin, it bo'lguncha. Hozirmi menga gap qilyapsan?" deb qattiq vaqirdi. Nima deyishimni bilolmay turib qoldim. Uning uyg'onishini, haqiqatga qaytishini ichimdan orzu qilardim. Men astoydillik bilan "Aka, menga qara. Kichik vaqtimizda dadamning degan gaplari esingdimi? Agar dinsizlik mansab bilan birlashsa, inson o'z qarindishining terisini o'z qo'li bilan so'yib tashlaydi" degan. Mana biz shu holga keldik aka. Nimishqa hozirgacha o'ylanmaysan? Nimalarni o'ylayapsan? Ammo u o'rnidan sakrab turib, yuzimga bir shapaloq urdi va "Xijil bo'lmaydigan xoin. Sendek bir ufqning terisini so'yish men uchun sharaf. Sen to'liq bo'lguncha bo'lsan" degach meni tepib dassashga boshladi. U o'z akam bo'lg'achqa uningga qo'l ko'tara olmadi. Beshim yerilib, qonga buyurib ketgan edi. Mening orzuyim akamni, ya'ni bolalikdagi qarindishimni qutqizish edi. Uning uyg'onishi uchun to'xtamay nasihat qilish edi. Men qonga melinib yotgan holda uningdan so'radim. "İnsanlar cho'qim ya kommunist inqilobchi yoki bo'lguncha unsur bo'lamdi. Nimishqa boshqa fikr qilishga bo'lmaydi. Buni tushunish shunchalik tasmo turg'un", dedim. Ammo u bari kuchi bilan meni urayotdi. Men uningga yig'lagan holda nasihat qilishga boshladim. "Ur aka, ur.
bir qitim o'ylashing uchun ming qitim tayoq yeyishga roziman aka. Bular bizga do'st emas aka. Bular bütün insonlarning qotili. Bular yoshlarni aldaydigan sehrgar yilonlar. Turg'un aqlingni ishlatgin, dedim. U meni urishdan to'xtab, uydan ketmoqchi bo'lib, chamdonini oldi va ishga qarab ketib etib, menga nafrat bilan qaradi. Bo'lguncha to'ng'iz, tirangni suyish u yoqda tursin, go'shangni yesammi ochiqim chiqmaydi, dedi. Ondan ishni tepib ichib chiqib ketdi. Shundan keyin uni bir necha yil ko'rmadim. Bir kuni uyimizga cho'ng akamning ayoli kelgan edi. 5 yoshli o'g'li bilan qo'lida 2 oylik bo'g'i bor edi. Onam o'yladi bizga tomoq qilayotgan. Men jiyanim bilan birga o'ynayotgan edim. Tuyuqsiz ishkinoz oldida mashinaning to'xtagan ovozi anglandi. Xitoylik inqilobchi askarlar bizning uyga qarab kelayotgan ekan. Bularni ko'rib, endi hammasi tugidi dedim. Kelganlarning ichida Turg'un bor ekan. U bizga xabar berib, bular meni elib ketishga keldi, dedi. U mening teramni o'zi so'ymadi, lekin boshqalarga so'ydirdi. Kelganlar taxminan 10 kishi edi. Oldi bilan dadamni chaqirishdi. Dadam qo'rqqan holda keldi. Ularning ichidan biri g'azab bilan gap qilib, "Sen hozirmi islom davosini qilyapsan? Bu rasmo?" Ocham keynimda. Onam o'ltirgan joyida. Hammamiz hayron bo'lib dadamga qaradik. Bu dadam uchun eng cho'ng imtihon edi. Chunki dadam Allah yoki kommunistni inkor qilishi kerak edi. Islomdan voz kechdim desa, Allohga xiyonat qilgan bo'ladi. Shundoq, hozirmi islomda desa, jini ketadi. Dadam menga qaradi. Diningiz nima degan bo'lsa, shuni deng dada. Bu ablahlardan qo'rqmang, degim keldi-yu, jur'at qilolmadim. Iymon kuchli bo'lmasa, qo'rqinch shuncha kuchli bo'ladi ekan. Dadam hech narsa demay bir oz turib qoldi. Kommunist itlardan biri kelib, dadamning chiroyiga qo'lidagi tayoq bilan qattiq birini urgan edi. Bechora dadam "Voyjon!" deb vaqirab ketdi. Onam bilan ocham vaqirab, dadamning yeniga yugurib bordi. Dadamning burni sunib, eg'izidan qon eqiyotgan ekan. Kommunist dadamga qarab, "Eda, islommi yoki bizmi?" degach, dadamni yana urishga boshladi. Dadamni qutqizish uchun ularni to'smoqchi bo'lgan edim. 2 kommunist kelib, qo'llarimdan tutib oldi va 3-chi biri kelib meni urishga boshladi. Bo'lgunch itning bolasi, demak sen mu inqilobga xiyonat qilding, texi bizga qarshi chiqyapsan, deb og'ziga kelgan so'zlar bilan tillayotgan edi. Ondan onam bilan ochamni silkishlab tiladi. Yengam bir burjakda quchuqdagi bolasi bilan qo'rqib o'ltiradi. Ularning biri askarlarga buyruq qildi. Ayollarni poyezdga silib, birini shimolga, birini janubga, yana birini sharqqa avatinglar. Bu joylarga menga qaytib kelamiz. Bir-birlarini menga ko'rolmaydiganligini bilishsin, dedi. Ular dadam bilan meni shu o'rnimizda tutib turadi. Ularning boshlig'i gap qilib, "To'xtanglar, bularga ajoyib qiziq o'yin qo'yib beramiz." Ondan yengemning keyniga o'tib olgan jiyanim Xolidni tortib yenida turg'izdi. Kommunistlardan biri "O'yinni shu bola bilan qo'yamdi" degan edi. "Yo'q, buni cho'ng qilib o'zimizga sherik qilamiz", dedi. Shu paytda yengemning quchqidagi bo'voq yig'lashga boshladi. Orasidagi bir yengemning quchqidagi bo'voqni elib yerga cho'rib tashladi. Bola tiliq qiyqirib yig'layotdi. Yana shu gap qilg'ach bo'voqning yeniga yaqinlashdi. "Yig'lama bo'lguncha itning bolasi, hozirla oxiratga ravon bo'lsa." U kommunist dadamga qarab, "Menga yaxshi qara, to'ng'iz", deb vaqirdi.
Anam bilan yengem dod faryod qilib vaqirishayotgan edi. U ikkisini tepib urgandan keyin eg'izlarini bog'lashdi. Men bilan dadamni nihoyat qattiq urib azoblash bu haromiylarga xushalik edi. Bu mehnat Xitoy yerdagi bovoqning beshiga ich og'ritish degan tuyg'u qat'iy yo'q holatda dastlashga boshladi. Bovoqning qiqirab yig'layotgan ovozi asta-asta chiqishdan to'xtadi. Shundaqdimi bu kommunist bar kuchi bilan bolaning beshiga dasayotgan edi. Men bu ichinishlik holga qarab chiday olmay, barib ovozim bilan vaqirib: "Ablaqlar, rahimsiz itlar, senlarni Allohim ikki dunyo xor qilsin" dedim. Bovoqni dasayotgan iflos Xitoy yenamga kelib, yana meni urishga boshladi. Yengem bilan onam hushidan ketgan ekan. Dadam bilan men bu dahshatli qiynashlarga qaraya olmayotgan edim. Bir kommunist yenimizga kelib, ko'zingni echib tikilib qarab tursa yoki ko'zingni uyimiz deyishdi. Bu qiynashlarni tilda ifodalash qiyin bo'lgan ahvolda edi. Bovoqning beshini dasayotgan iflos uning yuzini qo'shib keliga dasayotgan edi. Texi badani to'liq qatmagan bovoqning beshining terisi, chiroyidagi qosh ko'zlari ajrab parcha-parcha bo'lib ketdi. Bu rahimsiz kommunist itqa bovoqni dasaf o'ltirish yetmagan edi. Balvaqidagi pichqani elib, bolaning quloqlarini kesib yenimizga keldi. Bu go'shtlarni yeb odam go'shining ta'mining qanday ekanligini bizga deb bersizlar. Ya Allah! Bu nima ishlar? Bu insonlar qanday qilib bunjuqlar rahimsiz holga kelib qoldi? Biz qandaqmi odam go'shini yeymiz? Shuning uchun ular bizni go'shni yeyishga majburlab soatlab urishdi va eg'izimizga majburiy bovoqning go'shining parchalarini tiqayotgan edi. Men shularni o'z ko'zlarim bilan ko'rib turib, qandaqmi aqlimni yo'qotmadim. Buni hozirgacha tushunib bo'lmayman. Keyin ular ayollarni mashinaga chiqarayotganda yengemga ko'zim tushib qoldi. U nihoyat xushal bo'lib kulayotgan ekan. Men yengemning hech qachon bunchalik xush bo'lib kulganligini ko'rmagan edim. Bularni ko'rib, demak yengem u bularning josusi ekanda dedim. Ammo bechora yengem bolasining vahshiylarcha o'ldirilganligini ko'rib aqlidan ozgan ekan. Men bularni Xitoy askarlarining yengemga 2 poy o'q etib o'ldirib etgandan keyin aqli yo'qning bizga hech qanday foydasi tegmaydi degan so'zlarni bildim. Bechora yengemning eg'iziga o'q etishgan edi. Men xush bo'ldim. Hech bo'lmasa u bo'lsa qutuldi degan xayollarni qilatdim. Hatto ichimda onam bilan ochamg'imi o'q atgan bo'lsa, ularmi o'lib ketgan bo'lsa deb duo qildim. Chunki ularning qo'lida qolsa o'lgandimi bakroq qiynalganligini bilardim. Hatto yo'llarda tajovuzlarga uchrashlari mumkin edi. Agar onam bilan ochamni bularning qo'lidan qutuldirish uchun o'zimni o'ldirgan bo'lsam, men rozi bo'lardim. Bechora onam bilan ochamga hech qanday yordam qila olmadim. Ko'z oldimda bechora ota-onamning vahshiylarcha qiynalganini ko'rib turishdan boshqa hech ish qila olmadim. Hatto shu kuni o'limning haqiqatan yaxshi bir oxirlashish ekanligini his qildim. Bunday ishlarni o'z ko'zi bilan ko'rmagan har qanday odam bu tuyg'uni hargizmi tushuna olmaydi. Ular onam bilan ochamni so'rgancha elib berib mashinaga chiqardi. Bechora onam ovozining boricha vaqiraydi. "Kamil, bizni qutqazgan o'g'lim, bizni qutqaz, qutqizgan meni" dedi. Sizga qaysi so'zlar bilan shu kundagi azobli tuyg'ularimni tushuntirib bera olmayman. Yo'q. Bu azoblarimni tushuntirib beradigan so'zlar lug'atimda yo'q. Bechora onamning chorisizlik va istirofga to'lgan shu ovozlari hali ham quloq tubimda jaranglaydi. Har kuni o'zimni qarg'ayman. "Kamil, meni qutqiz bolam." Qutqiza olmadim. Jinim onamni qutqiza olmadim. Ko'z oldida tomoshabin bo'lib turdim. Ana shu kuni jahannamning bo'lganligi uchun suyundim. Bularga jahannamdan boshqa munosib joy bormi? O'lgandan keyin jahannam yo'q deydiganlar.
bu odamlarning jazolanishini xohlamaydiganlardir. Kaşki men ko'rgan narsalarni ularmi ko'rsa, ularning bu jigar porlarining jonlari ko'z oldida ilinsa, ular bu zolimlarga nima deyishgan bo'lar edi ha? Men shuni jazm qilib ayta olaymanki, jahannamni yo'q deyishayotganlar albatta bular uchun jahannamni yaratdin deb Allohga yolvorishgan bo'ladi. Anam bilan acamning eg'izlari teng'liq holda mashinaga so'rab elib ketilgani uchun acam menga ko'zlar bilan yolvoradi. Sizni qutqizolmadim acha. Hozirmi hayotmisiz? Buni bilmayman. Agar yashayotgan bo'lsangiz, meningmi yashayotganimni bilsangiz, bir-birimizni topsak, tuyub quchoqlashadi. O'tgan kunlarimizning hasratini chiqaradi. Balkim yuzlaringizga qo'riq tushib ketgandir. Lekin ko'zingiz qirmagani uchun ko'zingizga birla qarab sizni tunib olaman. Qarashlaringizning g'amkinligi qat-qatlab oshgan bo'lsin. Ko'zlaringiz yepilib ketgan bo'lsin. Baribir men sizni tunayman aka. Ularni mashinaga selayotganda boshqa askarlar men bilan dadamni kenat maydoniga elib bordi. Bütün kenetkilerini şu meydanga yığıptı. Dindorlardan nafratlanish tuyg'usini uzoq vaqtlardan beri singdirib kelganligi uchun dindorlar haqida yomon gap tarqalsa, xalq tezla ishinib ketadi. Kommunist tuzumi go'yoki farishta. Dindor musulmonlarni yilon qilib ko'rsatdi.